Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Jaloliddin Behram yozgan Kona qapqa romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Bugun o'qiydiganimiz 7-bob. Do'stlar, necha vaqtdan shu ziqqa kesimni qo'zg'alib qilish sababidan bak uzun mezgil o'qiyamadim. Hozirmi degandek yaxshi emas, ammo yana yaxshi o'qishga tirishman. Gulbadam Karnik mollarining oromgohi bo'lgan Anjambog' atrofida aylanib yuratdi. U bugun tush peshindan o'tganda Qarqash diyoriga yetib kelib, bozordan ancha yiroq bo'lmagan Sodir qashliq dengiga tushdi. Gulbadam kichik bir uyning va ot eg'ilning 2 kunlik haqqini to'lagandan keyin narsa keraklarini joylashtirib, uyga qora qulupni soldi. Ondan tushlik tomoqni yemay, ajnabiylar turag'ularini surishtirdi. U izda oxir mushu hayvatdek Anjambog'ni tepib keldi. U qapqonning mashada turishliq ajnabiyning ombirda ishkanligiga ko'ngli tuyib turardi. Chunki yerlik odamlar kona, ochmoq, qurmoq tas bo'lgan bunda qapqonning qadriga yetmaydi. Qiziqqan taqdirdimi shapoq narxi so'raydi. Faqat ajnabiylar qadimki narsaning qadriga yetadi ham qimmat bahoda sotib oladi. Gulbadamning kallasi ziddiyatli xiyollar bilan to'lgan bo'lib, zodi ajnabiy bilan qandoq ko'rishish, uningga nima deyish haqida ko'p o'ylandi. Agar qapqonning ota-bobolarining qilgan tavarruk ishkanligini desa, ajnabiy texmi qaytib bilishi turganli gap. Uning ko'nglini bir amallab yumshatgan taqdirdimi, qapqonning bahosiga chiqish qilib bo'larmi? U munchilik kumush, munchilik oq tangaga setib olganman, deb osmonga tepib tursa qandoq qilg'uliq? Eng o'rinliq chora qapqonni sotgan ashu odamni tepib, uni chiroyli gaplar bilan ahyoga keltirish kerak. Agar u tosh tishlab tursa, miltiqini bishiga tanglab turib, ajnabiyning oldiga ilib kirman. Bu paranglar bir tishlam go'shimni yulib olmasa, na'nalardan kelib, tuproqlarimizni tilg'ab, ota-bobolar qabrlarini chuvib, paragandichilik salg'ini yetmay, yantihi qopqinimni o'zini qilib olsa, buningga qandoq chidag'uliq? Gulbadam kechgacha saqlagan bo'lsa-mu, Anjambog' ichidan biror gumonliq odam chiqmadi. Faqat yuzida qon didori yo'q. Kasanchukdak batarang, to'pay chiroy, chigis soqol, yaktak to'llari kir ham yirtiq odamlar kirib chiqib turardi. Ba'zida Anjambog' shunchalik jimib ketadiki, hovlining ichi sirtida hech qanday odam ko'rinmaydi. Faqat bog' ichidan qandaqdir qushlarning vichirlashlari, cheketga tumuzg'ilarning uzmay chirildashlari anglanib turardi. Kun o'ltirib, atrofni salqinlik qopladi. Kuzning sovuq shamli g'ollarni qo'rib, sapsiri g'azanglarni ko'cha-ko'ylarda uchirib yuratdi. Gulbadam qorong'u tushish bilan danga qaytib ketib, atsi deganda yana kelib darvoza atrofini aylanishga boshladi. Biroq u shu tushgacha saqlagan bo'lsa-mu, o'yla ichidan biror kim chiqmadi. Faqat qapqi yomon, ishik boqar darvoza atrofiga dövlishib ketgan g'azanglarni supurib, axlatlarni yig'ishtirib elib kirib ketdi. Kun Anjambog' tarafga qing'iyib, Gulbadamning qursig'i echib ketdi. Oxir u kirgan chiqqanni ko'rib turgan ishik boqar kimning nima ekanligini bilishi mumkin degan umidda darvoza tarafga qarab mingishi, past ko'chadan bir odam etini qatirtib yetib keldi. U lappida qarg'udak qildi-yu, lekin etiga qamchi urib darvoza ichiga kirib ketdi. Gulbadam uning qora to'riq etidan tunigandek bo'ldi-da, ham shu hamon esiga oldi. U hiliqi achal yo'l beshida yo'liqib, yo'l ko'rsatgan yigit shu bo'lib, yanala beshiga mo'yibas qapqara tomoq kiyib, qizg'uch qo'ng'ir yaktagi ustidan qip-qizil sayla bog'lab olgan edi. Gulbadam xuddi yo'qolgan angushtrini tepib olgandek qo'lini ko'tarib vaqirdi. "Aka! Voy aka! Bu meni tunudingizmi?" Yigit anglamadimi yoki anglasimi, anglamasqa soldimi, ish qilib orqaga qarabmi qo'ymay kirib ketdi. O'z o'rnida qaqqan qo'ziqdek turib qolgan Gulbadam otning orqasiga bog'langan tag'arni ko'rib, "Bumu bir narsa sotqil kepti-da. Tova, xili tuzukda yigit ko'rinadi. Bishching deydigan. Omu kepan o'g'rilardan o'xshmamdi", deb o'yladi. Endi yigitning chiqishini kutishdan boshqa amal yo'qdek qiladi.
Uning orqasidan so'ngdishibla kirsa, u nima deb o'ylab qolar? Agar bu la'nati kepan o'g'rilaridan bo'lsa, sheriklarining nimalarni o'g'irlaganligidan xabar bo'lmay qolarmi? Ajab ha. Odam deganning olisi ichida degan rostkanda. Uning yumshoq gap so'zlari, hayo qilgandek siyoqi, muloyim ko'zlari, yer biqib turishlarining hammasi bir yasalmini qishgan. Bundaqmi o'xshatgan bormi? Voy, imonsiz murtad. Gulbodamning birdilla uning nima qilayotganligini ko'rgisi, bilgisi kelib qoldi. Biroq ajnabiyning huzuriga nimani bahona qilib kirishi kerak. Biror sabab bo'lmasa, avu kepan o'g'risi nima deb o'ylaydi? Ajnabiychu. Gulbodamning tarappa-tarapinjiga ichiga qistirib olgan qamchisi esiga keldi. Uni bo'yi bilan tang oltin bersimu hargiz sotmaydi. Lekin baholtib biqish bahonasida kirsa bo'laverdi-ku. Gulbodamdan boshqa paytimisi so'rilib qolganlarmi kirib chiqib yurmamdi. Gulbodam eshik boqarning "Hay, ay pashoyim, nagmangdila? Mollar janoblarining cho'kkanlar bilan xo'sh yo'qchimu?" deginiga quloqmi solmay kirib ketdi. Lekin surluk binoning palapiga kelganda sal ishkilinib to'xtab qoldi. Ichkiridan kimlarningdir gudung-gudung paranglari anglanib turadi. U putining uchida dassa bo'sig'ayiniga kelib to'xtadi. Amdi uy ichida bo'linayotgan so'zlar aniq anglanishga boshladi. "Danish, sizning akelgan narslaringga boshqalardan bir ishga hassa ortiq haq beryapman. Buningga bilguchiliging bordi. Chunki sen bir yildek mening xizmatimda bo'lding emasmi? Ko'nglingizdagidek ishlab berolmadim. Qish fasli ekspeditsiyani eng muvofiq payti. Qiziq yozlar arxeologiya xodimlari uchun optipetula yaqinda yana safar qilmoqchiman. Men bilan birga bora olamsan?" "Boray, albatta boraman." Gulbodam ichida. "Voy, ajnabining po'qini yegan g'urursiz ablah. Nomus qilmay boray devatqini qara" deb tilladi. Va qayoqdandir paydo bo'lgan shijoat bilan eshikni ichibla kirib keldi. Quruq tag'arni oldiga tashlab qo'ygan Danish qizg'an lappita qordida ko'zlarini qochirdi. Karnik mollar bo'lsa, qo'lida hech nima yo'q, xaridorga hayronlik ilkida qaradi. Qizning erlardek siyoqidan, qorchig'idek tikilib qarashlaridan sal ayminib qolgan mollar sipoyilik bilan so'radi. "Chiroyli qiz, biror ish bilan kelganmidingiz?" "Shundoq, men kiyik putliq qamchamni baholat qila kirgan edim." Gulbodam tera pinjiga ichidan qamchisini ilib ustalga qo'ydi. "Bu buvamning buvlaridan qolgan tavarruk." Moller qamchini o'rib-cho'rib ko'rdi. Lopa aynakni kiyik tuyuqidagi va sarg'ush mo'ylar orasidagi ko'rinib turgan har xil rangdagi marvoyit yaqutlarga tutdi. U lopa aynakini birda ko'zga yaqin akilib kelsa, birda yiroqlashtirib qaraydi. Bulubmu kiyik putining ostidagi so'ngakka bekitilgan mis qalay shunchalik poqaroq va siliq ediki, odamning aksi ko'rinadi. Moller ichida "Bu necha yuz yil ishlatganligining natijasi" deb o'yladi. "Xatarlik paytlarda", dedi Gulbodam faxrlangan holda, "uningdan xanjar chiqadi." "Nima?" Moller qamchini qaytadan tekshirishga boshladi. "Ajab, men ko'rmadim-ku." "Apkeling, janob." Gulbodam qamchini ilibla ostidagi qalayning qayerdir bir yerini tutgan edi, jup tuyoq orasidan shartli qilib chaqqong'ina g'anjar etilib chiqdi. Cho'chib ketgan Karnik Moller Strich Vernerning 14-asrda yasalgan xanjarli qamchisi bor degan gaplar rost ekanda deb o'yladi. Uning chiroyidan qamchiga mahliya bo'lib qolganligi chiqib turadi. "Buni nimishqa baholatmoqchi bo'lib qoldingiz?" so'radi Moller umidlangan holda. "Eg'ir xijolatingiz bor o'xshamamdi?" "Xijolatim yo'q", Gulbodam tezda javob berdi. "Biroq bir ovchi tuqunimiz tanglikka silib turyotidi." "Tuquningizning bahosiga yetib elishi natoyin", dedi Moller tuzat qilmayla. "Menga setib bering, men o'ylaganingizdanmi ortiq pul beraman." "Qanchaga olarsiz?" "O'zingiz bir nima deng. Mol egisi siz tursingiz."
Men tijoratchi, savdogar yoki kepan o'g'risi emasman. Gulbodam Danish qarab qo'ydi. Ata bobomning qabrlarini tilg'ab, ajdodimning ruhini setib boqmadim. Shunga savdoda ipim yo'q. Qizning zahardek tanisidan bishi chatirga kirib ketgan Danish o'rnidan turibla eshik tarafga manga edi Moller. Danish, nega borasan? Sen gap bor, deb uni to'xtatib oldi. Danishning ko'zlari g'ilpallashib o'rniga kelib o'ltirdi. Ajab itoatmand yigitkansiz. Mening bir itim bor. Itoat qilishga sizga yetmaydi. Moller og'zini tutib busuqdek kulayotdi. Lekin Danishning olayotganligini ko'rib darhalla gap boshladi. Undaqda qamchingizni sotmaydi ekansiz-da. Sotaman. Sotmasam bu yerga kirib baholtib yuramdim. Undaqda deng, Moller birdil umidlandi. Qancha pul desingiz beray? Dedim-ku, mening soda setiqdan xabarim yo'q deb. Yanala siz malga qarab birnimdan. 15 dona oqtangi beray. Moller qizdan nomus qilib sal yuqori so'ravatdi. Qandoq? Siz o'ylagandan ko'p bo'lgandi. Ha ha ha! Gulbodam qaqoqlab kulvatdi. Ba'zilar chetdalik xo'jayinlar undaq mard, bundaq sexiy deyishib, xotin qizlarini setivatgili tasli qoladi ekan. Chog'liqkansiz-ku, voy degidek yeringiz yo'q ekan. Nima? 15 tanga ozma? Onunğa bozorda bir qo'zliq qo'y keladi. Amisa 100 tangaga nima kelar? Siz hisobga ustikansiz deb beqinga. Bir mo'zoyliq siyir yoki 2 to'rpoq keladi. Amisa o'qib qo'ying. Gulbodamning jahli qatqaydi. Mening hiliqi o'ch tuqunim siz degan 2 to'rpoqni bermoqchi bo'lgan, lekin men unimidim. Tova, chet ellik xo'jayinmi odatdagi bir Uyg'ur o'chidakmi bo'lolmaydi-kina? Nima degan chupaylik bu? Karnik Moller g'iqqida bo'lib qoldi. U qamchiga baho qo'ygan tilini kesvatgudek bo'ldi. Bu nima degan sisiq til? Tug'ilib anglab boqmagan ahonat. Buqini tug'dirib yetilgan zaharlik masxara. Chog'liqkansiz, voy degudek yeringiz yo'qkan. Bir chetdalik xo'jayin odatdagi Uyg'ur o'chidakmi bo'lolmaydi ekan. Nima degan chupay? Pahoy, buning og'zi o'tkina o't. Danish tashqi qilinsa vaqtda yerilib ketgudek gaplardan Mollerni ishxonni tashlab chiqib ketarmikin deb o'ylagan edi. Lekin uning so'ngaklari erib ketgandek o'rindiqida chaplashib o'ltiradi. U bajoyiki so'rindan qattiq tayoq yeb, bosh ko'zlari toz bo'lib ketgan xo'rozdek u yoq bu yoqqa qarab tingirqab qoldi. Oxiri bir chog'dala beshini silkitib qizga qaradi. Oy qiz, siz bu yerga odam tilig'ili kirdingizmi yoki qamchi sotqili? Mollerning qalpoqlari titrab turadi. Bayatdan beri gap qilmasak, eshakni ustirvatgidek gaplarni qildingiz. Xafa bo'lmang janob. Gulbodam sal chekdan oshirayotganligini his qildi. Gapga gap to'g'ri kelganda ottongdan yonma debdikan. Sizning odamni zangli qilgandek 15 tanga deginingizga qursqim ko'pib, ba'zi gaplarni deb soldim. Bo'lmasa, qamchamdan boshqa sotadigan narsam bor edi. Nima edi u? Qadimqi narsalarga herisman Moller boyiqi sisiq gaplarni unutdi. Qanidang, yana nima bor? Bir qopqon bor, qadimqi zamondan qolgan. Gulbodam yollita qarab qo'ydi. Agar boshqalardan olgan bo'lsangiz, akelmisizmi bo'ladi? Avval akiling, ko'rib bir nim deymiz-ku. Mollerda qadimqi yodikorliklar savdogarlari olgan narsalarni hargiz oshkorlamaydi. Ular bir tarafdan sotquchining maxfiyatligini saqlasa, yana bir tarafdan o'zining bexatarligini o'ylaydi. Shunga u Gulbodamning savoliga oldim yoki olmadim deb javob bermadi. Lekin uning ko'ngli qamchidala qolgan edi. Qarang qizchoq, Moller qamchidan ko'z uzmaydi. O'chi tuquningiz bermoqchi bo'lgan pulni men beray. Qamchini menga beramsiz? Men u pulga bermagan tursam, sizga bermanmi? Undaqda qancha bersam bo'ladi? Yo'q bo'ldi. Siz qamchining bahosiga yetolmaydi ekansiz.
Gulbadam qamchisini bel tasmasiga qistirdi. Dastlabki qo'ygan bahoyingizni anglabla sizni chaqlab bo'ldim. Ba'zi devanglar isil tavarruklarni ko'zni yumib setayotgani bilan men arvohlarning qarg'ib etishidan qo'rqaman. Sizg'u bizning ota-bovlarimizning qadrini hargiz qilmaysiz. Biroq men sizga o'xshamayman. Gulbadam Danishqa lapta qarab olaydi-da, orqaga burilibla chiqib ketdi. Moller o'rnidan turib vaqirdi. Hatta uning orqasidan yugurib eshik oldigacha chiqdi. Lekin Gulbadam yaproqlari to'kilib, soylari shalanglab qolgan tal bo'ston tagida ketib boradi. U mollerning "10 tilla bo'lsa bulamdi" degan gapiga pisand qilmay darvozadan chiqib ketdi. Moller qaytib kirib, Danish o'ltirgan yeshil movutliq divanga o'zini tashlab asta g'odong'ishib qo'ydi. G'alati qizgina, xuddi taxsiga taraslab marjon to'kilgandek bir muncha gaplarni qilib olib chiqib ketayotganini qara. "Qarang apandim", dedi Danish beshini ko'tarmay turib. "U qiz qamchisini sotmaydi. Gaplarining urandan asara atiqa qadimqi buyumlar sotgan odamlarga o'ch. U bu yerga ahvol egilib kirgan gap. Amisa ovchi tuqunum xijolat qilib turib oldi dedi-ku. Uning ovchi tuqunum deganim yolg'on. Agar rost degan taqdirdimi, ota-onasining zo'ri bilan qamchining qiymatini bilib boqmoqchi. Hech ishongim kelmaydi. Moller o'zini tinglab qoldi. U texi qadimqi zamondan qolgan qopqinim bor deydi-ku. Ras, u shundoq degandek qildi. Danishning ko'nglidan nimidir kechdi bo'lg'ay, ko'zlari cho'ng ichildi. Endi bildim. Uning maqsadi nihoyat aniq. Gaplaring ro'sharak bo'lsin, uning nima maqsadi bordi? U agar boshqalarni qopqon olgan bo'lsangiz, deyish orqali sizning qopqon olgan olmaganligingizni bilmoqchi. Nemishqamdi? U chuqum yitgan qopqonning izlarikini qilib yurgan qiz. Ha, gaplaring amni tushunishib bo'ldi. Moller beshin chayqadi. Yiliqi sen setib bergan qopqon shuni o'xshamamdi. Top-to'g'ri paras qildingiz. Sen uni o'g'irlab kelganmiding? Qasam qilib beralayman, undaq ish yo'q. U qopqonni kuldama karvon saraydan kelgan bir odam setib bergan. Sening chattallik bilan qo'yiq munosabating bor. Tapan haqqingni beraman degaydi. Mundaq degan. Aslida u olvosdi qopqinning qo'yida bizni qo'ldiritibdi-da. Moller burtini yimirib xeyli uzungacha jimib ketdi. U bu joqqicha uchratgan nimjon odamlarni döt, ota-bovlarning qadrini qilmaydigan, qora ko'ngil, bir parcha nonning quli, johil, ochko'z, mushukdek muloyim, qurutdek yumshoq deb baho beradi. Ammo muni qizdek ajdodlariga sodiq, ularning tavarruk emgaklarining qadrini qiladigan, uni to'tiya biladigan, oltin kumushni cho'ng bilmaydigan, g'ururliq, vijdonliq avlodlarining borlig'ini o'ylmag'aydi. U qizning jasorati, hech nimadan tab tortmaydigan turgulligi, o'tkir tili, ochiq ta'nilarini o'ylaganida xuddi kakir yutib olgandek ichi ochiq bo'lib qoldi. Endi uning qamchidan umid uzalmaydiganligi g'ashlik chiroydan chiqib turadi. Ekspeditsiya yodikorliklari ham bilim, boylik va shon-shuhrat jihatda o'zi bilan putti pishib kelayotgan Strich Wernerning xanjarlik qamchisi bo'lgan yerda Karnik Mollerning bo'lmasa qandoq bo'lgani? Danish, dedi Moller eg'irlashib ketgan qapoqlarini ko'tarib. Bir vazifa topshirsam, bo'yintuvoqlik qilmaydigansan. Nimalarni deb yuraysiz? Qanidang, so'lkat qilib o'ltirmay. Yaxshi, sening mushu kaskin mijozingni yoqtiraman. Sen ashu javuldoqning qamchisini qo'lga tushirsang, sana o'zgacha in'omim bor edi. Danish yuzlarini qamallab, tizlarini jaynikiga tirab, qismoqdek egilginicha jimib ketdi. Chunki qizning xanjardek o'tkir so'zlari uning ich bag'rini o'rtab, vijdonini quritdek g'ojimoqda edi. U bayotin beri numus kuchidan xuddi qo'qasda o'ltirgandek azoblandi. Agar Karnik Mollerga "Yo'q,
desa, bir qancha yillardan beri ichiga o'g'idek uyib ketgan planlari ko'pikka aylanatdi. U necha vaqtdan beri uni buni akilib, mollarni ara yumshatdi ham ekspeditsiya atritiga qatilib, taklimakonga yurish qilishni qo'lga keltirdi. Bu uning uchun tepilmaydigan fursat edi. Ha, jimib ketding-ku. Mollar Danishning ko'zlariga qaradi. Ishonching yo'qmi nima? Gap amal chorida. Biroq boshni toshqa uribmi, qamchini u qizdan setib olg'il bo'lmaydi. Sen degan qalmashqan subatliq yigit tursang, Mollar kulib turib, Danishning dolisiga papalab qo'ydi. Qizga ta'siringni ko'rsat, maylini tart. U har qancha shaddat bo'lib ketgani bilan baribir qiz bola. Qizlar biror yigitni yoqtirib qolsa, jinini moyimaydi. Mana bu muhabbatning qudratli kuchi. O qizning boyiqi gaplarini angladingiz. Menga go'yo qiniqmas dushmaniga qaragandek nazarda boqdi. Danish eg'irtindi. Bulubmu bundaq islom aqidasi bilan yo'g'rilgan qizlar jannatdan chiqqan g'ilmon bo'lsa-mu, imoni oldida uni puchak pulga tan qilmaydi. Undaqda qandoq qilamiz? Men onunga bir amalab yiqilishay, lekin qamchini o'g'irlashdan boshqa chora yo'q. Bunisi aniq. O'g'irlamsan, bulamsan, qizni jahannamga uztamsan, nima qilsan qilib, xanjarli qamchini qo'lga tushir. Mollar ustal tartmasini ichib, og'zi bo'g'ilgan kichkina teri xaltini ilib, Danishning qo'liga tutqizdi. Buning ichida 20 lik tanga va kumush bor. Qushqash tutish uchunmi bir siqim teri ketadi emasmi? Ammo seni ish tuganda 15 tillar bilan rozi qilaman. Danish uzab taloq chiqqanda, Mollar yana bir muncha hiyla-mikir suiqaslarni o'gitib yo'lga soldi. Bugun kechgacha nurg'un odamlarni qabul qilib charchab ketgan Mollar yatqiga qaytib kirdi. U ambarchi ishqolar tayyorlab qo'ygan qahvani birla ko'tarib ichib etgandan keyin karotiga o'zini tashildi. U bilaklariga beshini qo'yib, Torusqa qadalganicha. Hey, bu haqnimi bo'sh chaqlig'il bo'lmaydi ekan, deb pichirladi. Chunki bir qancha yil muqaddam o'ziga pichoq urgan qora niqobliq noma'lum odam, Hilila bir muncha goldiratgan qahrli qiz Gulbodam, butkul Yevropa ilm ahlini bir necha yil ahmaq qilgan inoyat oxullar uning ko'z oldida ayon bo'lgan edi. Qara, Munu qumli qizning aql parosati ham jasoratini, uning qo'lini har balo kelgudek. Bulubmu yurkiga mangu o'chmas nomusliq deg'i qoldirgan inoyat oxun yelahim uningga masxarlik nazarda qarab turgandek qiladi. Karnik Mollar dandan o'ylik, niya, endi, qora to'q ravoqlarni qezib, nurg'un boyliq bilan ikkinchi qitim ekspeditsiyadan qaytib kelgan inoyat oxunni qo'lga oldirgan. O'zi so'ra qilgan ashu yillar aslimlariga qaytdi. U ko'ngilsiz xotirlar xuddi to'yga karvonlaridek bir-birlab o'tishga boshladi. 8-bob. Karnik Mollar xotanning oliy amaldori Wang Ambalning ishxonasida o'tiradi. U deyishga tegishli hamma gaplar nihoyat qalmashtirib, qoyil qilarlik holda izhorlab o'tdi. G'azablangan Ambal qo'lini shiltib mundaq dedi. Madaniyat yodikorliklarini yasab aldamchilik qilishga hargiz bo'lmaydi. Efendim, sizce qanday qilsak bo'lar? Inoyat oxunning 2 qitim qaytishi mendan gumon qilganlikdan bo'lgan, dedi Mollar zardisi qaynagan holda. U mening ekspeditsiyadan qaytib xotanga kelganligimni bilib qolsa, yana qaytish turganli gap. Tez tutish qilmasak ulgurmay qolamiz. Undaq bo'lsa, uni darhol qo'lga olayli. Wang Ambal shirig mo'shildi. Nima degan qop yurak nima u? Hozir u ablaq nerda turib yetibdi? Yo'shurun odam silib kuzatishimcha, Mollar ishxonaning atrofiga qarab qo'ydi. 2-3 oydan beri Gazon degan kanitda tivibliq nomi bilan turib yetibdi. Men hozirla odam belgilay. Ambal qahri bilan vaqirdi. Kelinglar! Aprelning boshlarida ekspeditsiyadan qaytib kelgan Mollar aprelning o'ttirlarida 2 turma soqchisi bilan tong yo'rmasla inoyat oxunning uyining atrofini qurishib oldi.
Bir azdan keyin Inoyat Axun uyquliq ko'zlarini ovlab uydan chiqishi, etilib kelgan ikki saqchi uni chambarchas bog'lab, uningga qo'lga ilinganligini uqtirdi. Moller uning uyiga kirib bir bog'lam kona qog'oz va o'zlari yerlik usulda yasagan siyahni topdi. Rangi o'zgartirilgan qog'ozlarga notunush yoziqlar yozilgan edi. Ular Inoyat Axunni yalab, Xotan shahridagi uyiga elib kelgandan keyin u yerdan notunush yoziqda yozilgan qo'lyozma va ularni yasash asboblarini topdi. Ondan uni tomlari qilin bir uyga qamab qo'yishdi. Uning saxta qo'lyozma yasash abdibashirsini ichib tashlashga taqati taq bo'lgan Moller bir kuni atiyalligi uni o'zi so'roq qildi. "Nim jinoyat bilan qo'lga ilinganligingni bilamsan?" "Men hech qanday jinoyat o'tkazmadim. Qadimqi kitob o'ydirib chiqib sotqining jinoyat deb hisoblamamsan?" "Efendim, nimalarni deb biljirlayapsiz? Men hech nimani tushunmadim." "Amsa doktor Laurens, Charosiya konsuli Petrovski, Angliya bosh konsuli Makartini janoblarga ham menga setib bergan kitoblar nerdan kelgan? Ikki uyingdan tepilgan notunush yoziqda yozilgan xotin qog'ozlari hamma asboblarni nima deb tushundirsan?" "Siz bema'ni savollar so'rashdan uyalmamsiz?" Inoyat Axun masxara bilan kuldi. "U qo'lyozmalar rostmi, saxtimi men nerdan bilay? Ularni boshqalar menga setib berishga havola qilgan. Uyimdan tepilgan narsalarni shular kelgan. Siz taklimakondan topolmagan qo'lyozmalar intayin oz uchraydi. Siz ularni cho'milidek hamila yerda qimildab yuridi deb o'ylaydigan o'xshamamsiz?" "Tula gapdallik qilma!" vaqirdi Moller. "Menga sana setib berishni havola qilg'uvchilar kimlar? Ular qayerda turadi? Ularning kimligini bilishingizning nima hojati? Ba'zilari o'lib ketdi, ba'zilari qayerga ketganligini bilmayman." "O'ldimi, ketdimi, korim yo'q." Moller bu gapdan odamga tang turishning ta's ekanligini his qildi. "Ularning kimligini ayt." "Esam aytdim." Inoyat Axun qo'rqadigandek emas edi. Birisining iti Mamtimin Sagak, yana birisining iti Mamtimin Bazgak. Ularning qayerligini bilmayman. Mamtimin Sigak degan o'tib ketdi. Karnik Moller ne ochiqlashni, ne kulishni bilolmadi. Hammasining ismi Mehmet edi. Laqamlari Sagak, Bazgak, Sigak. Tova, mundaqmi to'g'ri kelib qolgan ish bormi? Inoyat Axunning qasdan mazoq qilayotganligi aniq turmamdi. U birodarlarini yushirib, o'ziga chatmay, hamma balo qazoni malla tortay demdigandi. Bu nimdagi haromzodi hilgar, g'alita odam. Inoyat Axunga osonlikcha taqobil turg'ili bo'lmaydiganligini bilgan Moller, doktor Laurensning ilmiy dokladini ko'zir qilib, uni uzilgisiz mot qilishni, o'z og'zi bilan iqror bo'lishni qo'lga keltirmoqchi bo'ldi. 5 yil burun notunush yoziqdagi kitoblarni olim Laurensga Angliyaning Qashqardagi bosh konsuli Gritsok Makartiniga setib berganda, u Inoyat Axunning bu qo'l yozmalarni o'zim qumliqdan qezib olgan degan so'zlarini arxivga qo'ndirib qo'ygan edi. Doktor Laurens arxivdagi bu so'zlarni hamda qezib chiqilish jarayonlarini ilmiy maqolasiga kirgizib, Angliyadagi bir jurnalda e'lon qildirgan edi. Biroq hozir Inoyat Axun hammadan tinib, boshqalarga ortib qo'yotdi. Shunga Moller kostyumining yanchug'idan hiliqi jurnalni chiqarib Inoyat Axunga: "Anglab tur. Bu jurnalga ayni yillarda Makartiniga degan so'zlaring aynan yozilgan, ham suratingmi bisilgan", dedi. Moller Laurensning ilmiy maqolasini o'qishga boshlashi Inoyat Axun cho'chib ketdi. U jurnalni tortib olib, xuddi ingliz yozig'ini bildigandek sinchilab qaradi. Lekin u faqat o'zining rasmini toniy oldi. "Tova, bu yil mikrisi to'la paranglarkina. Xuddi keyingi ishlarni palsilib bilib olgandek. Hammani aynan qoldirib qo'yganini", deb o'yladi Inoyat Axun lassiti bo'lib. Beshini qamalg'incha o'ltirib qoldi. U yeshil ko'z, sarg'ush tukbash Makartinining ayni yillarda o'zi to'qilgan hikoyani xotira bilishini, uni Laurensdek dunyoviy olimning ilmiy maqolasiga kirgizishini,
Buni mollarining nalanidir tepib chiqishni o'ylab baxmagan edi. Yana kelib, o'zining mollardek yiligar tulkiga uchrab qilishni ko'rmamdigan. Inoyat, hammani ko'rding, anglading. Yana johillik qilsang, sana yaxshi oqibat yo'q, dedi mollar qapoqlarini turib. Rostchilik bilan iqror qilsang, Van Ambalga aytib seni qo'yg'izib etman. Az deganda 5 yil, bo'lmasa 10 yil qamoqda yatasan. Har xil qiynashlarda o'lib ketishing mumkin. O'zing tanla. Rastilla hapsa jazosini qutqizib qala olamsiz? Gapim gap. Lavzimda turmasa meni erkak hisoblama. Ondaqda mushi gapingiz yodingizda bo'lsin. Keyincha tuxumning seriqi ishga chiqib qolsa menda yomonlamang. Ömrüm qanchalik bo'lsa shunchalik qarg'ayman. Sizni setib etaman. Ballalarimdan ballalarimga, barliq avomga, paranglarga ishonmaslik haqida bor ovozimda vaqirayman. Bu intayin aqlli qiziqchi, dono luchak. Agar u Yevropadek tarbiyalanish imkoniyati bor yerda yashab qolsa, faylasuf, olim, hatto zo'nton bo'lar edi. Deganlarni ko'nglidan o'tkazgan mollar ochiqqina kulib qo'yib, "Qani so'zla", dedi. Buningdan 10 yil ilgari Inoyat Axun qadimqi pul, sapalqacha, tamg'a va boshqa yodgorliklarni ilib sotadi. U tayini yo'q, foydasi oz tijoratdan hech qancha ro'naq topolmay, namratchilik ichida kunlarini o'tkazdi. Bir kuni Afg'onistonlik bir savdogar uningga Yevropadan kelgan janoblarning yer ostidan chiqqan qadimqi kitob, qo'l yozmalarni yuqori bahoda sotib olganligini so'zlab berdi. Dasmay salmaydigan yoki chiqim yuqori bo'lmagan bu ovqat uni qiziqtirib qo'ydi. Lekin payoni yo'q qum jaziridan qadimqi kitoblarni tepish xuddi dengizdan yengna, qumdan kepak oltin izlagandek jafoliq ish bo'lib, og'ir oqibatlarimi to'la edi. Shunga uningda qadimqi kitob, qo'l yozmalarni o'ydirib chiqish uyi paydo bo'ldi. U Isroil degan bir birodari bilan hamqam bo'lib, dandan o'ylikdan haqiqiy qadimiy kitob, qo'l yozmalarni tepib kelishdi. Ondan bozordan bir xil yirik, yalikda yasalgan qog'oz setib olib, uni terak yilimidan yasalgan bo'yoqda bo'yab, suz qo'ng'ir rangga kirgizdi. U chala savat bo'lg'achqimi, xatlarni pay qalamda do'rab yozg'achqa, sat ham ko'rimsiz shakllar rat-riti bilan tizildi. Ondan sesiq samonga o't yoqib, ularni qoqlab, islab, rangini qumliqdan tepilgan qog'ozga aynan o'xshatdi. Kitobni tuplab, nam qum orasiga ko'mib, bir mezgil o'tgandan keyin ochiqib sotdi. Karnik mollar bu gaplarni anglab Inoyat Axunning pan-parastiga, hiyli bilan yo'g'rilgan usul chorlariga ichida opirin o'qidi. Lekin bir qancha yillargacha soxta narsalarga aldinib, haqiqiy kitoblardan mahrum bo'lganligiga ichi tortildi. Bo'libmi u Isroil degan ismni anglagandan keyin o'ylanib qoldi. To'xta! Mollar buningdan 5 yil ilgariki qora bo'ronliq kechida yo'qolib ketgan odamni esiga oldi. Isroil degining bo'dak saqol, oq yuzlik, o'ttara bo'y, burnining uchida qunoqdek manga bor chiroyli odammi? Haras, o'tiqi, 3 xotindan 13 bolam bor degandek qilgan. Shu ishkanligida gap yo'q. Inoyat Axun hijib qo'ydi. Lekin uning bir xotini 2 qizi bor. Isroilningmi bir aldamchi ekanligi, uning eziq turib o'ltirish uchun qasdan qumliqqa akirib, o'zining yo'qab ketganligining tegiga yetgan mollarning tini shurkunib ketdi. Shunga u chandurmay so'riqni davomlashtirdi. Saxta kitobdagi xatinglar sat bo'lgan taqdirdimi, uni haqiqiy qo'l yozmadan ko'chiribsizlar, dedi mollar inchikilib so'rab. Biroq yiliqi o'qig'ili bo'lmaydigan imir-jimir notunish yeziqli kitoblar, qo'l yozmalar qandoq gap? Bu nihoyat oddiy. Biz dastlabda dandan o'ylikdan tepib olgan qo'l yozmadagi Brahma yeziqi bo'yicha yozdik. Isroil ancha-muncha ruschani bilgachga rus yeziqini aralashtirdik. Kitoblarni olgan yevropaliklarning birarimi u xatlarni o'qiy olmadi, ham soxtaligini bilolmadi. Bu dotlar. Inoyat Axun mollarga lapta qirdi. Kechiring janob, tilab soldim. Kerak yo'q. Mollar ochig'ida nima deganini o'z sezmay qoldi. Men mo sana aldinib qanchalik dötlik qilganligimni endi his qilyapman. Qani davomlashtir. Bu Yevropaliklar o'qiy olmagan seri u kitoblarni bebaho go'har deb bilib bas-basda setib olishdi. Biz ehtiyojni qondira olmadik, ham chonmaganligidan ko'nglimiz joyiga tushdi.
İnayet Axunning ko'zlari nurlanib ketdi. Shunga haqiqiy kitobni do'rab yozishni ovorchilik ko'rib, har qaysimiz har xil notunish yoziqlarni kashf qilib, hech kim bilmaydigan xilma-xil ajoyib g'aroyib shakllarni qog'oz yuziga qo'ndirib etdik. İnayet Axun İsraillar ana shunday usullarda nurg'un kitoblarni chiqargan bo'lsa-mu, yanala ulgurtalmadi. Chunki qo'l bilan yozganda surat osti bo'lib, vaqt ko'p ketadi. Shunga İnayet Axun sagak, bezgak, sigaklarni tepib akilib, yog'och matbaada besishni aplik ko'rdi. Bir qancha oylardan keyin yog'och matbaada besilgan tunji turkumdagi kitoblar nashrdan chiqdi. Ular bu kitoblarni sotganda boshqalarning bilib qilishdan qattiq ansirdi. Yuragi qapidan chiqib ketgili tasliq qoldi. Sizlar bu soxta narsalarni dastlabda nada sotdinglar? So'radi Mollir. Uni kimlar olgan? Qashqarda sotdiq. Tunji xaridorimiz Rus konsuli Petrovskiy bilan Angliya yosh konsuli Girstok Makartini bo'ldi. Ular bir-biridan qizg'inishib, Yeli Petrovskiy meni uyda mehmon qilsa, buni bilib qolgan Makartini darhalla bog' aromlariga taklif qiladi. Ha, to'g'ri. Bir qitim Makartinining Chinabog'dagi uyida Lawrence ismli bir jahon shumul olim bor ekan. U kitoblarni ko'rib, shakli o'zgarishchan, harflari har xil, nima degan ko'rkam ha, deb maqtab ketgan edi. Yurkim joyiga tushdi. Yog'och matbaalaringni yana nalarga ushirdi? Uyimda bor. Agar siz odam qolsangiz berib akilay. Hojat yo'q. Men unisini tutib akelgan kunila ilib kelgan. Karnik Moller yog'och matbaani qaytirib kelgandan keyin uningda bir varaq besib beqivdi. Darvaqa o'zdiki va Lawrence'dagi kitobning varqiga nihoyat o'xshash chiqdi. Shundala gumonlanayotgan notunish yoziqlar bilan putilgan kitoblarning rost yolg'onligi uzil-kesil isbotlandi. Shuna qilib bu qitimli kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelgan qitim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.